Bugungi son programmamizga albatta intayin aziz bo'lgan bir mehmonimizni taklif qildik. U bo'lsa-mu yetilayotgan yosh naqshchimiz Adil Abdurahmon. Salam ekran oldidagi azizlar, hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men Adil Abdurahmondan hammanglarga o'tib salom. Bugungi son programmamizga muqam ep keldingizmi yoki? Bugungi songa hamda o'zimning yangi bir ijodiyatlari bor shuni. Kimlerden sorayman amdi Etrafımdan seni izlesem Öz izlep keler o desem Mening ishki kasbdagi ustozlarim ayrim-ayrim. Deb menga dars o'rgatayotgan Mayra adam, Kerem gamning hamroyi. Mayra adam gash mening hurmatim bek cho'ng ham rahmatimni bek jiq. Yana birisi Kerem akam bilan Dilyar Vahab akam ikisi hamda bu kasb muzika kasbidagi tonilayotgan naqshchilarimiz. Bizning ustozlarimiz Muhabbet ko'chasi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda salom u alim Bugungi son programmamiz orqali eng go'zal tilaklarimizni yana sizga yo'llaymiz. rahmat. Suygan tun burunla men seni dedim Yıl hem içmedi şotluk pıra Suygan tun burunla men seni dedim Yıl hem içmedi şotluk pıra Miskin ko'nglimga boshqaning qalbiga yondirib chiram Parvomu qilmadim miskin ko'nglimga boshqaning qalbiga yondirib chiram Öğretendim yaş töküp hicran otumda Yüreğim ezildi buldu laxtı kan Öğretendim yaş töküp hicran otumda Yüreğim ezildi buldu laxtı kan Zarımdım tağlar mı Keldiler ezigen Yanıla pervasız Yurdun sen canam Zarımdım tağlar
muhabbat ko'chasi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda salom muhabbat ko'chasi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda salom kelmasmi hayotda salom men esimni yitirgan inson ranjimigin esleyolmasam hamma qayta başlanar belki eğer seni esleyolsam kimlerden sorayman endi etrafımdan seni izlesem niçin bana işenmez hiç ki biz izlep kilerim desem etrafımdan seni izlesem öz izlep kiler o desem